2026 Mercedes-AMG sport avtomobillari olamida mutlaqo yangi bosqichni boshlab beradi. Bu model nafaqat tashqi dizayni, balki texnologiya, quvvat va hashamat uyg'unligi bilan ham haydovchilarning e'tiborini tortadi. Yangilangan AMG avvalgilaridan ancha agressiv va zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib, aerodinamik chiziqlar, kengaytirilgan gildirak kamarlari va past siluet uni haqiqiy superkar darajasiga olib chiqadi. Old panjaradagi vertikal AMG dizayn elementlari va LED matri farlar avtomobilga yanada sportiv va qat'iy qiyofa beradi. 2026 yilgi Mercedes-AMG 2 o'rindiqli sport kupe bo'lib qolmay, kundalik foydalanish uchun ham qulaylashtirilgan. Kuzov strukturasi alyuminiy, uglerod tolasi va yuqori mustahkam po'lat kombinatsiyasidan tayyorlangan bo'lib, bu og'irlikni kamaytirish va mustahkamlikni oshirishga xizmat qiladi. Natijada avtomobil yanada barqaror, tez va xavfsiz bo'ladi. Shuningdek, aktiv aerodinamika tizimi tezlik oshgan sari avtomobilning yo'lga yopishishini kuchaytiradi. Dvigatel masalasida 2026 Mercedes-AMG haqiqiy qudrat timsolidir. U 4,6 litrli twin turbo 8 dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, taxminan 650 ot kuchidan ortiq quvvat ishlab chiqaradi. Bu kuch 9 pogonali AMG Speed Shift avtomat uzatmalar qutisi orqali uzatiladi. Dan 100 km/soatgacha tezlashuvi atigi 3 soniyadan kamroq vaqtni oladi. Maksimal tezligi esa 320 km/soat atrofida bo'lishi kutilmoqda. Bu ko'rsatkichlar uni superkarlar qatoriga qo'shadi. Yangi AMG Performante 4 Matic to'liq uzatmalar tizimi tufayli avtomobil har qanday yo'l sharoitida mukammal boshqaruvni ta'minlaydi. Dinamik rul boshqaruvi va moslashuvchan osma tizimi haydovchiga sport va komfort rejimlari orasida erkin tanlash imkonini beradi. Shuningdek, AMG Dynamic Select rejimlari orqali mashinaning xarakterini o'zgartirish mumkin. Komfort, sport, rati va individual. Salon dizayni esa hashamat va texnologiyaning mukammal uyg'unligidir. Ichki makonda premium teri, alcantara va karbon fiber bezaklar ishlatilgan. Haydovchi o'rindigi ergonomik tarzda ishlangan bo'lib, uzoq masofalarda ham qulaylikni ta'minlaydi. 12,3 dyumli raqamli asboblar paneli va markaziy 11,9 dyumli sensorli ekran Buch infotainment tizimi bilan integratsiyalashgan. Bu tizim ovozli boshqaruv, navigatsiya, smartfon ulash va real vaqtda avtomobil holatini ko'rsatish imkoniyatiga ega. Xavfsizlik jihatidan ham 2026 Mercedes-AMG yetakchi o'rinni egallaydi. U adaptiv kruz nazorati, yo'l bo'ylab harakatni ushlab turish tizimi, avtomatik favqulodda tormozlash, kor nuqta nazorati va 360 daraja kamera bilan jihozlangan. Bu funksiyalar nafaqat sport haydash, balki kundalik foydalanishda ham maksimal xavfsizlikni kafolatlaydi. Yoqilgi samaradorligi sport avtomobil uchun juda ham maqbul darajada optimallashtirilgan. Yangi dvigatel texnologiyalari va aqlli boshqaruv tizimi yoqilgi sarfini kamaytirib, yuqori unumdorlikni saqlab qoladi. Shu bilan birga ekologik talablar ham inobatga olingan bo'lib, chiqindi gazlar miqdori avvalgi modellarga nisbatan sezilarli darajada past. 2026 Mercedes-AMG nafaqat tezlik va quvvatni, balki obro' va zamonaviylikni ham ifodalaydi. Bu avtomobil sport haydashni sevuvchilar, premium sifatni qadrlovchilar va haqiqiy nemis muhandislik san'atini his qilishni istovchilar uchun ideal tanlov hisoblanadi. Uning har bir detali mukammallikka intilish natijasi bo'lib, yo'lda uni ko'rgan har bir insonda hayrat uyg'otadi. Xulosa qilib aytganda, 2026 Mercedes-AMG sport sedan va superkarlar segmentida yangi standartlarni belgilaydi. Kuchli dvigatel, ilg'or texnologiyalar, zamonaviy dizayn va yuqori darajadagi qulaylik bu modelni nafaqat tez, balki mukammal avtomobilga aylantiradi. YouTube kanal uchun ushbu avtomobil haqidagi video tomoshabinlarga haqiqiy sport ruhi va premium hayot tarzini his qildirishi shubhasiz.